Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, sog'misiz, omonmisiz? Bugun 7-dekabr Amudaryo tumani Xitoy mol bozorindamiz. Ko'rib turganingizdek, mol bozorlarimizda savdolar avjida. Birin-ketin videolarni yuklashni boshlaymiz. To'liq videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Bozor 97 YouTube sahifamizga o'tib obuna bo'lib kuzatishda davom etsangiz bo'ladi. Çin'den koydun mu sen? Yo'q. Alt satarın üstüne alt satar varsa şurada ona kımmat. Tamam. Necha so'm ekan bu? 23 million. Necha so'mga so'ralibdi ekan? 18 millionga so'ralibdi bu. So'radingmi? Chega. Qachoqlardan ham chiqaraveramiz aralashtirib bu videomizda. Assalomu alaykum. Bo'zmi ekan bu? Necha oylik bo'z ekan? 7 oyga qarab ketibdi. Necha so'm ekan puli? 16 ay turibman. 16 million aytilyapti ekan. Necha so'mga so'radilar? 14,5 ga so'rab turibdi bozorda. 14 million 500 ga chiqdi yana. Enaga. Nechaga so'rayapsiz? Boshqa savdo. Boshqa savdami? Bo'ldi. Darvozaning oldinda deydi yana. Yoqlarda ham qochoqlar yog'inda turadi. Assalomu alaykum. Necha bo'z ekan? Hafta 10 kunga tuvadi. Ha, hafta 10 kunga tuvadi. Nechanchi bolasi ekan? Birinchisi. Qancha azrab. Aytib qo'y, kesaklashib o'tirmiz o'zi ham kesaklashib o'tirmiz. Halam bo'lsa durlashadi nomadi. Halam bo'lsa durlashadi. Nechaga so'radingiz, Yoshullo? 13 million. 13 million. O'zi qancha aytyapsiz? 17 million aytilyapti, 13 ga so'rayapti. Hafta 10 kunga tuvadi deydi. Son zillar anaga. Boz bu, boz. Yana bo'z ham. O, yo'q, hozir boz bu. Ha. Iyun oyida qochgan. Buna bolasimi shunda? Iyun oyida qochgan ekan. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi ekan. Necha so'm? Nechaga so'radi? Nechaga so'radi? 21 million so'ralib turibdi hozir. Qisir yosh qochoqlarimizdan bu. Necha so'm ekan Yoshullo? 12 million aytilyapti ekan ana. Necha so'mga so'radilar?